Bugun bizni mehmonimiz Bek Muhamedova Dilrabo, Diloshim Handmade brend asoschisi. 14 yillik o'zini tarixiga ega. Qanaqa qiyinchiliklar, ikkilanishlar yoki qo'rquvlar bo'lgan? Birinchi xatoyim narx chiqarishdagi xatolar bo'lsa, O'zingni vaqtingni qadrini ham qiymatini katta minus yo'qotishlarga kirganman. Baribir yaxshi niyat qilish kerak ekan. yo'q bo'ldi, bu sohada ishlamaysan, sen eplolmaysan. Bu oy $3000, $5000gacha topsangiz, minusga kirgan vaqtlarim bo'lgan. Mana shu oshxona uchun ham like bosdim degan. Internetdan ko'rib o'rganardim. $100 boshlasa bo'ladi. Hozir kungacha nechta insonni o'qitgansiz? 3000 dan ortiq. Ertaga bir haftani ichida boyib ketaman deb o'ylashadi. O'quvchilarda ham ko'pincha sabrsizlik pand berib qo'yadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun Business Woman loyihamizning, podkastimizning navbatdagi soni. Va bugun bizni mehmonimiz ayollarimiz uyda o'tirishadi-yu. Nima qilsamikin uyda o'tirib, qanaqadir qo'l mehnati qilsamikin deydigan fikrlar uyg'onadi-yu. Mana shu insonlar bugun o'ylaymanki o'zi uchun aynan qo'l mehnatiga tegishli bo'lgan, aynan handmade sohasida ancha yillik tajribaga ega va uy bekasi bo'la turib, yaxshigina daromadga chiqa olgan inson. Bek Muhamedova Dilrabo, Diloshim Handmade brend asoschisi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun bizning studiyamizga xush kelibsiz. Keling, avvalo sizni tanimaydigan, bilmaydigan insonlarga o'zingizni tanishtirishdan boshlasak. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Diloshim Handmade brend asoschisiman. Avvalambor men uy bekasiman, 5 farzandning onasiman. Shu bilan bir qatorda o'zimning shaxsiy brendim bor va ko'p yillardan beri shu Instagramda ham faoliyat yuritib boraman. Qo'l mehnatlari sohasi bilan 14 yildan beri shug'ullanaman. 5 ta farzand onasi. Bu o'zi bitta farzand dunyoga keltirib, sal katta qilish o'zi katta qahramonlik deb o'ylayman. Va 5 ta farzandni eplash va bundan tashqari qo'l mehnati bilan shug'ullanish, ya'ni uyda o'tirib, bilamiz, uyda qanaqadir ish bilan shug'ullanish, qo'shimcha ish bilan, bolalar bilan juda ham qiyin. O'zim shaxsan bilaman-da. Sizda bu qanaqa bo'ldi? Qayerdan o'zi birinchi g'oya paydo bo'ldi, uyda o'tirib nimadir ish qilish? Xo'p, qo'l mehnatlariga qiziqishim bu kecha yoki bugundan paydo bo'lib qolmagan. Bu 14 yillik o'zini tarixiga ega desam ham bo'ladi. Qizlik paytimdan boshlangan. U paytda hali unchalik ham ko'p rivojlanib ketmagan edi bu soha. O'zim men bolaligimdan bu sohaga qiziqqanman. Qo'lda yasalgan narsalarni ko'rsam, hammasini buzib, boshqatdan yana yasagim kelardi. Lekin hammasini buzardim-u, qayta to'g'rilay olmas edim. O'sha paytlardan boshlangan. Avval ota-onamni, oila a'zolarimni qo'llab-quvvatlashi bilan, keyin esa turmushga chiqqanimdan keyin turmush o'rtog'im, qaynona-qaynotamni qo'llab-quvvatlashlari bilan shu darajaga yetganman. Juda ham zo'r. Inson bir ishni boshlashdan oldin o'zi shundoq ham ikkilanadi va kimnidir qo'llab-quvvatlashi, ayniqsa turmush o'rtoq, qaynona-qaynota, yana duosiz baraka topishsin ilohim. Juda ham yaxshi bo'lardi qaynona-qaynotalar mana kelinlarini qo'llab-quvvatlab nimadir ish boshlashdan oldin biz yoningdamiz, xavotir olmagin, hammasi bo'ladi desa, men o'ylayman, bizning ayollarimiz juda ham ko'p natijalarga erishishligi mumkin. To'g'ri. Xullas, birinchi endi qadamlaringizdan gapirib bersangiz, o'zingiz sohangizni nimadan rivojlantirgansiz, nimadan boshlagansiz? Nimadan boshlaganman? Institutda 2-kursligimda o'qiyotganimda gullarning orasiga qo'yilgan shokoladli kompozitsiyalarni ko'rib, rasmlarini ko'rib, yuragimda jiz etgan. Hech qayerda bu sohada, bu hunarga o'qimaganman. Institutda o'qirdim. O'zimni o'sha institutdagi soham qolib, shu hunarga qiziqib ketganman. Bitta o'sha kompozitsiyani ko'rganman-da, mashina men yasashim kerak deb, o'shanga harakat qilganman. O'sha paytda, bundan 14 yil oldin, bunaqa jihozlarni topish ham, kerakli narsalarni topish juda ham qiyin bo'lardi. Kamdan-kam magazinlarda bo'lardi. Ma'lumcha butun Toshkentni qidirib chiqqanman desam ham adashmayman, chunki kerakli jihozlarini topishimni o'ziga 3-4 oy vaqt ketgan. O'sha narsani yasaganimdan keyin shunaqangi xursand bo'lganman va
boshqa odamlarga ko'rsatganimda kimdirlarga negativ fikrlar bildirishgan, kimdirlar qo'llab-quvvatlashgan. Shunaqa qilib sekin-sekin rivojlantirib borganman. Mana birinchi ishingizni boshlaganingizda qanaqa qiyinchiliklar, ikkilanishlar yoki qo'rquvlar bo'lgan? Manda bu ishimni boshlaganimda qo'rquvlar bo'lmagan, lekin xatolarim bo'lgan. Xatolarimni eng asosiysi bu narx chiqazishni, narx qo'yishni bilmasdim. Ko'p holatlarda arzon narx belgilab qo'yardim. O'zimni mahsulotimni chiroyli, sifatli qilib yasab berardim, lekin arzon narxga belgilab qo'yardim. O'zimga foyda qolmasa ham, lekin o'sha narsani yasab odamlarni xursand qilganimdan o'zim xursand bo'lardim. Lekin narx borasida juda ham to'g'ri aytdingiz. O'sha inson o'zini mahsulotini to'g'ri narxlashni ham bilishi kerak. Endi baribir bu narsada saviyali bo'lmasangiz yutqizarkansiz. Masalan, o'zimni bir vaziyatim bilan ham bo'lishmoqchiman. Orzular xaritasi bokslarim bor va bokslarimni ilk chiqarganimda o'shanda ichiga ketgan xomashyo, korobka shularni hammasini hisoblab chiqib, tannarxini hisoblab chiqib, keyin shunaqa qilib baholayman deb o'ylaganman. Va menga o'zini biznesini yuritib keladigan o'rtog'im tavsiya bergan. Ya'ni aytgan, hozir sen bu korobkani yasatish uchun dizaynerga pul to'ladingmi degan. Ha, to'ladim deganman. Xo'p, har bitta mahsulotini olib kelishi uchun baribir yo'l kiraga qancha pul to'lading, hammasini hisobladingmi degan. Yo'q, ularni hisoblamadim deganman-da. Sen o'zing shunchagina to'lading-ku. Bilasanmi, mana shu dizaynerga to'laganing, yo'l kiralaring, mana shu hammasini ham qo'shib hisoblaganing, o'shandagina tannarx kelib chiqadi. Sen faqat ichidagi bor mahsulotiga qarab chiqaradigan bo'lsang va o'zingni vaqtingni qadrini ham qiymatini qo'shmaydigan bo'lsang, sen unda yutqizib noto'g'ri hisoblayotgan bo'lasan deb tushuntirgan edi-da. Haqiqatdan shuning uchun bu borada ham mahsulot mana tortchilar aytadi, yaqinda bitta reels ko'rdim, o'shanda tortiga baho berib odamlar va shuncha narsa ketgan, mana shuncha summali narsa ketgan deyishganda va u yoqda qiz ham yozgan, mana yo'l kiramchi, mana vaqtimchi, bularni hammasini ham o'zini narxi bo'ladi. Shu narsa to'g'risida ham o'ylab ko'rishni unutmanglar deb. Shuning uchun o'zini qo'l mehnatini qilayotgan yoki qanaqadir produksiyasini chiqarayotgan insonlarga mana shu narsalarga ham e'tiborli bo'lishini hozir joyi kelganda tavsiya qilib ketmoqchiman. Endi sizga savol, nimaga aynan gul va qo'l mehnatini rivojlantirishni istadingiz? Nimaga aynan shu soha? Boya aytib o'tganimdek, bu sohani o'zi bolaligimdan xohlaganman. Kichkinaligimdan orzu qilganman. Ustaxonam bo'lishini, kichkinagina ustaxona bo'lishini, keyin o'tda gullar bilan, qanaqadir chiroyli narsalar bilan shug'ullanib, yasab o'tirishimni men xayolan chizardim-da o'sha narsani. Mana vaqti kelib o'sha narsa amalga oshdi. Har doim aytaman-da, qizlarga ham, o'zimni qizlarimga ham aytaman. Qiz bolalik paytida baribir yaxshi niyat qilish kerak ekan. Ko'p yaxshi niyat qilish kerak ekan. Faqat to'g'ri niyat qilish kerak bo'ladi. Boya aytdingiz, qo'rquvim bo'lmagani, lekin xatolarim bo'lgan dedingiz. Keling, xatolar haqida ham biroz gaplashaylik. Nima xatolarga yo'l qo'ydingiz va bu xatolar sizga qimmatga tushdimi? Qanaqa ta'sir qildi? Birinchi xatoyim narx chiqarishdagi xatolar bo'lsa, ikkinchi xatoyim odamlarga juda ham ishonuvchan bo'lganman o'sha paytda. Katta partiyada bir kuni bitta mijozim narsa zakaz qilganlar, buyurtma berganlar-da. Men hammasini yasaganman. Ularga oldindan to'lov qilishlarini so'ramaganman, chunki anchadan bir ishonib ishlab yurgan mijozim bo'lganlar. Va bir kuni katta partiyada narsa buyurtma berganlar. Keyin men ularga ishonib berib yuborganman hammasini. Endi ular ancha uzoqda viloyatda bo'lganlar. Ularni qidirib topish imkoniyati bo'lmagan. Telefon qilganman, SMS yozganman. Oxiri tushunib yetganmanki, ular meni aldab ketdilar. Shu bilan katta minus yo'qotishlarga kirganman. Lekin taslim bo'lmaganman. Va ishimni davom ettirganman. Bu xatoyingizni atrofingizdagilar qanaqa qabul qilishgan, turmush o'rtog'ingiz? Ishonuvchanligim uchun ozgina pand yeganman. Tanbeh eshitganman.
keyin bundan buyog'iga ozgina tajribam bo'lgani uchun bu yo'nalishda deydimi nima deydi, bu borada tajriba orttirganim uchun zakladsiz ishlamaydigan bo'lganman. Demak, shu narsani anglash uchun to'langan bo'lgan deylik. To'langan xun. Ba'zan turmush o'rtoqlar aytadi-yu, xato qiladigan bo'lsa, ayollar bironta biznesda nimadir chuv tushirib qo'yadigan bo'lsa kimdir, "Yo'q, bo'ldi, bu sohada ishlamaysan, sen eplolmaysan" deydigan gaplarni gapirishadi. Sizda unaqa vaziyat bo'lmaganmi? Yo'q, menda hech qachon unaqa vaziyat bo'lmagan. Turmush o'rtog'im har doim qo'llab-quvvatlaganlar. Vaqti kelsa o'zlari ham yordam beradilar. Bizning ishimiz murakkabroq. Ayrim ishlarimizda erkak kishini mehnatsiz, yordamsiz amalga oshmaydi. Shu holatlarda o'zlari yordam beradilar. Biror bir butiklarga dekorlar yasab beradigan bo'lsak, ko'chaga ishlashga to'g'ri kelganda o'zlari yordam beradilar. O'zlari ham firmada o'zlarini lavozimlariga ega insonlar, lekin menga yordam beradilar. Agar sir bo'lmasa, eng sochni joyi. Shu o'zingiz sohangizda qancha daromadga chiqa olgansiz? Qancha daromadga chiqa olganman? Har doim har xil. Handmade floristika sohasida har doim har xil bo'ladi. Stabilniy oylik, stabilniy daromad degan narsa yo'q. Bu oy $3000, $5000gacha topsangiz, keyingi oy $1000 bo'lib qolishi mumkin. Undan keyingi oy $10000 bo'lib qolishi mumkin. Bu o'zingizning harakatingizga bog'liq. Xo'p, o'sha sizni maksimumingiz aytaylik, mana bir oy ichida maksimum qancha topgansiz? Uyda o'tirgan ayol o'zi qancha topa olar ekan degan savol qiziqtiryapti-da endi. $10000 atrofida. Plus minus $10000 atrofida. Demak, uyda o'tirib farzandlaridan uzoqlashmagan holda ham ayollar $10000gacha topishi mumkin ekan. Menimcha buni o'zi ham katta gap. Mana shu biznesingiz orqali, o'zingizning shaxsiy daromadingiz orqali o'zingizga nima sotib oldingiz esda qolarli? Xo'p, bundan 14 yil oldin hali biz tengilar ishlab pul topmagan paytida o'zim uchun institutda kontraktimga pul to'laganman. To'g'ri, hammasini demayman, lekin bir qismini to'laganman. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'lgan. Undan tashqari chet elga sayohat qilganman. Yaqinda mashina oldim. Endi mashinam bo'lgan, to'g'rirog'i uni yangiladim. Молодец, zo'r. Hozir qo'l mehnati borasida ishini boshlamoqchi bo'ladigan inson, men ham uyda o'tirib qo'l mehnatini qilmoqchiman, nimadir qilmoqchiman deydigan insonlarga nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz yoki qaysi sohani tanlashni tavsiya qilardingiz? Avvalambor, men o'zim shu sohada bo'lganim uchun, o'zim yaxshi daromad topganim uchun shu sohani o'rganishligisini tavsiya qilardim. Men faqat bitta yo'nalishda emas, sun'iy gullar floristikasi sohasida daraxtlar, sun'iy daraxtlar va dekor sohasida ishlayman. Bularni xohlaganligisini tanlab o'qishligisi mumkin. Biror narsani ideal bo'lishini kutish kerak emas. Ideal bo'lishini kutish kerak emas-da, bugundan boshlash kerak. Nimadir logotip qilaman yoki nimadir kameram yoki telefonim yaxshi emas deb boshlash kerak emas. Bugundan boshlab nima bo'lsa ham harakatni boshlash kerak. Shunda yaxshi natijalarga erishishadi. To'g'ri aytdingiz. Mana bir xillar aytishadi. Endi men o'zim bloger bo'lganligim uchun blogerlik sohasiga e'tibor beraman. Kameram yaxshi emas deb o'tirmaydi bir xillar yoki uyim yaxshi emas, uyim Instagramni emas deb o'tirmaydi. Hozir kunda nabarot urfga chiqadi. Inson o'zini boricha ko'rsatish, sharoitini boricha ko'rsatishi. O'sha bittasi sovet davridagi oshxonalar bo'ladi-ku, bilasiz-ku, stalovoyga o'xshaydigan oshxonasida narsa tayyorlayapti-da. Bitta bola falgalar o'ralgan gaziga-da. Kommentariyasida o'qivaman. Ko'pchilik bilasizmi nima deb yozgan? Mana shu oshxona uchun ham like bosdim degan. Mana shu oshxona
bizani yoshligimizni eslatayotganligi uchun ham biz mana shu nostalgiyani his qilganligimiz uchun ham pishirgan pishirig'ingizga emas, mana shu oshxonangiz uchun 1000 ta layk bosishga tayyormiz deyishganda. Chunki biz hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, retro narsalar, oldingi narsalarga nisbatan qanaqadir boshqacha bir urfga kirib, boshqacha his-tuyg'ular bo'ladi. Chunki bizga kerak bu narsa. Bizani xotiramizni ushlab qolgimiz keladi-da o'sha momentlarimiz. Chunki hamma yoshlikka qaytish xohlaydi-ku. Shuning uchun o'zingizni sharoitingizdan kelib chiqib ham o'zingizni izyumingizni topishingiz mumkin. Ya'ni qanaqadir noodatiy narsa o'ylab topishingiz mumkin o'sha oddiy uyingizda yoki kamerangiz unaqa zo'r bo'lmasa ham o'sha kamerangizda ham olishni boshlasangiz bir kunmas-bir kun balki yetib borarsiz yaxshi kameraga. Aynan mana shu yomon kamerada olingan videolaringiz orqali bo'lishi mumkin. Keyin handmade to'g'risida gaplashdik. Handmade sohasini o'rganishga nisbatan endi men hamma narsani saviyali va chuqur o'rganilishi kerak deb hisoblaydigan insonman. Va sizga savolim, handmade har qanday sohasida deylik, nimadan boshlash kerak? Nimani o'qishdan boshlash kerakmi? O'zingiz shaxsan kimdadir ta'lim olganmisiz? Qayerda bilim olgansiz? Men o'zim handmadelarni ko'proq ish boshlagan vaqtimda ko'proq internetdan ko'rib o'rganardim. O'zim mustaqil ravishda o'rganardim va juda ham chiroyli o'xshab chiqardi. Ichimda olov bo'lardi. O'sha olov bilan yasirdim. Men mana shu narsani yasashim kerak, o'xshaydi deb yasirdim. Keyin mijozlarim ham misol uchun mana bunaqa narsa bor ekan, yasab bera olasizmi desa, hali yasab ko'rmagan bo'lsam ham, ha, yasab bera olaman deb o'sha buyurtmani olardim, yasab berardim, o'xshatib. Floristika sohasini boshlaganimdan keyin floristikada ko'proq Rossiyani floristlaridan onlayn tarzda o'qib o'rganganman. Baribir o'qib o'rganish kerak. O'qish kerak, ustoz ko'rish kerak baribir. Ustoz bilan 1 yillik masofani bosib o'tishingiz mumkin. Yaqinroq bo'ladi. Ustozsiz o'sha masofani 5 yilda bosib o'tishingiz mumkin. Ustoz bilan tajriba almashasiz, uni tajribalarini ko'rib o'rganasiz. O'sha orqali ko'proq bilim olasiz. Juda ham qo'shilaman bu fikrga. Albatta har bir mutaxassissi o'zini ustozi bo'lishi kerak deb hisoblayman. Hattoki men endi psixologiya sohasi vakiliman va psixologiyada o'zi konstitutsiyasida deylik shunaqa narsa bor. Har bir psixologni o'zini supervizori bo'lishi kerak. Ya'ni u maslahatlasha oladigan, o'zidan tajribaliroq bo'lgan mutaxassisi bo'lishi kerak. Ustozi ya'ni bo'lishi kerak-da. Shuning uchun har bir sohada ustoz bo'ladigan bo'lsa va o'sha siz shogird bo'lganingizdan keyin o'sha ustozingizni rozi qiladigan bo'lsangiz, ishingiz ancha barakali bo'ladi deb o'ylayman. Handmade sohasida inson o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lsa, qancha kapital kerak deb o'ylaysiz? Floristika sohasida deb qoling, chunki hozir ko'proq floristika bilan shug'ullanyapman. Aynan sizni sohangizda floristika sohasida inson ishini boshlamoqchi bo'lsa, qancha kapital kerak bo'ladi? Xo'p, boshlanishiga $100 boshlasa bo'ladi. Lekin o'zini sohasini, shu yo'nalishini rivojlantirmoqchi bo'lsa, undan ham ko'proq kerak bo'ladi. Chunki sifatli narsalar hammamiz bilamizki, qimmat turadi. Shuning uchun $100 bilan boshlab turib, boshlanishiga оборотga kirib, sekin-sekin оборотini birinchi mana shu boshlashda 1 yillikda faqat o'zini o'ziga ishlatish kerak. Topgan foydasini yana boshqa narsa olib yasash kerak, sotish kerak. Yana foyda ko'rdimi, o'sha foydadan yana narsalar olib yasab, keyin foydani boshqa narsalarga tiksa bo'ladi. O'sha pulni o'ziga tikadigan bo'lsa, albatta barakaliroq bo'ladi, rivojlantirish oson bo'ladi. Demak, agarda floristika sohasiga qiziqayotgan bo'lsangiz, $100 dan ham o'zingizni ishingizni boshlashingiz mumkin ekan. Muhimi xohish va boya aytganingizdek inson ichida olovchasi bo'lishi kerak. Men shu narsani qila olaman, qo'limdan keladi, natijaga chiqaman
deb va shu joyda psixologik taraflama o'zi kasb tanlash. Mana hozir bizani Business Woman loyihamizda juda ham ko'pchilik a'zo bo'lishgan, o'qishyapti va ular ham albatta bu podkastni ko'rishadi va loyihamizda yo'q bo'lgan insonlar uchun ham tavsiya qilmoqchiman. Hozir yo'nalishlar ko'p, bari bittasini tanlash kerak bo'ladi o'ziga yoqqan. Chunki inson o'zini energiyasini har xil yo'nalishga sochib yuborish kerak emasda. Sifatli va bir tarafga yo'naltirilgan bo'lsa fokusi, shunda o'sha narsa chiroyli, sifatli bo'lib chiqadi. Va yaponlarni ikigai degan bir prinsipi bor. Ya'ni ikigai formulasida agar sen kasb tanlamoqchi bo'lsang, unda 4 ta qonuniyat bor deydi. Birinchisi deydi, sen o sohani chin dildan sevishing kerak deydi. Ikkinchisi deydi, sen bu sohani yaxshi qila olishing kerak deydi. Shunchaki sevish emas, haqiqatdan qila olishing kerak deydi. Uchinchi qonuniyatda seni tanlagan kasbing boshqalar uchun manfaatli bo'lishi kerak deydi. Kerakli bo'lishi kerak deydi. Va 4-chi qonuniyat esa u yaxshi daromad olib kelish kerak deydi. Chunki yaxshi daromad olib kelmasa, bu yog'ida so'nish bo'ladi. Men ketkizgan energiyamga yarasha javob ola olmayapman deydigan narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaxshi daromad olib kelish kerak. Mana shu 4 ta qonuniyatga suyangan holda inson o'ziga kasb, hobbimi, biron narsa istaydigan narsasini, o'sha yo'nalishini, sohasini tanlaydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, o'sha emotsional kuyishlar ancha kam bo'ladi. Inson zavqlanadi. Mana o'zingiz sohangizni yaxshi ko'rasiz-ku. Charchasangiz ham mazza qilasiz, a? To'g'ri. Bo'ladimi sizda shunaqa? Shunaqa ayrim payt, ayrim hollarda buyurtmalarimiz juda ham ko'payib ketadi. Shunaqa charchaganimizdan, lekin o'sha narsani qanaqa chiqarkin, qanaqa natijasi qanaqa bo'larkin deb ham harakat qilishimizga to'g'ri kelgan paytlarimiz bo'lgan. Odamda bo'ldi endi juda ham charchadim, ertaga qilarman deb holi qolmaydigan paytlari ham bo'ladi, ko'tarim. Lekin o'sha narsaning natijasi qiziq bo'ladi. Shunaqa holatlarda ham harakat qilganmiz. Hozir sizni o'zingizni shogirdlaringiz ham bor, o'quvchilaringiz ham bor. Juda ham ko'p. Hozir kungacha nechta insonni o'qitgansiz? 3000 dan ortiq. Juda ko'p ekan, 3000 dan ortiq. Mana qarang, shuncha insonni o'qitgan inson sifatida ustozsiz, katta ustozsizda, bu juda ham sharafli narsa deb hisoblayman. Masalan, pedagoglar, boshqalarga ilm ulasha oladigan insonlar aslida juda sharafli maqomga ega insonlar-da. Shu pozitsiyada turibsiz siz ham va o'zingizni o'quvchilaringizga nazar solganingizda ular qiladigan eng ko'p 3 ta xatolardan qaysilari aytib o'ta olasizmi? Birinchi bo'lib, menimcha ko'pchilik qiladigan xato bu sabrsizlik. Bu sohani boshlashdimi, ertaga yo bir haftani ichida boyib ketaman deb o'ylashadi. Bu narsa yillab ham natijasini bermasligi mumkin. Ozgina sabr qilsa, meni o'zimdagi bo'lgan holat, mana ko'p minusga kirgan vaqtlarim bo'lgan, lekin men bu sohani tashlab ketmadim. O'zimni yaxshi ko'rganim uchun yana davom ettirdim. Yana harakat qildim, davom ettirdim. Shuning uchun o'quvchilarda ham ko'pincha sabrsizlik pand berib qo'yadi. Bu narsa bo'ldi, o'xshamadi menda. Demak, meni ishim emas ekan deyshadi-da, tashlab ketishadi. Keyingisi bu hammasini ideal bo'lishini kutish. Bu narsa ham yaxshi natija bermaydi deb o'ylayman, chunki boridan boshlash kerak. Qo'lingizdan nimadir kelyaptimi, kichkinagina narsa bo'lsa ham o'sha narsani odamlarga ko'rsatish kerak, reklama qilish kerak, o'zingizni faoliyatingizni, nima ish bilan shug'ullanayotganingizni yoki qo'lingizdan nima kelishini o'sha kunni o'zidan boshlab ko'rsatishga harakat qilish kerak. Ertaga ko'rsataman yoki ertaga blog boshlayman, ertaga yoki bo'lmasam yaxshi telefon olib oling, qo'yayotganingizda keyin boshlayman deyish, bu o'zini daromadini kechiktirishga olib keladi. Keyingisi bu shaxsiy brendni yurgizmaslikligi. Shaxsiy brendni yurg'izsa ko'proq mijozli ishonchiga kirishadi va ko'proq odamlar taniydi. Odamlar tanigandan keyin o'sha brendni ko'p ko'zligisi ko'rib o'rgangandan keyin o'sha insondan sotib olishni xohlashadi. Aynan. Shaxsiy brendni plyus tomonlari ko'p, minus tomonlari haqida gapirmayman. Plyus tomonlari ko'p.
Minus tomonlari ko'chada yurganini hamma taniydi. Shunaqa tomoni bo'lishi mumkin. Endi bu ham minus emas. Qisman bo'lishi mumkin, chunki shaxsiy chegarasingiz baribir qisman buzilishi mumkin. Erkin bo'lolmasligingiz mumkin har doim. O'zimga qarab yurishim kerak yoki to'g'ri yurishim kerak deydigan fikrlar uyg'otib qo'yishi mumkin ba'zan. Material va gul tanlayotganda siz o'zingiz shaxsan qaysi mezonlarga e'tibor qilasiz? Birinchi bo'lib sifatga. Sifatga, rangiga, ko'rinishiga, keyin yo'riladi mavsumiga. Ayrim gulli, ayrim jihozli mavsumiy ham bo'ladi. Shularga ahamiyat berish kerak. Buni ko'proq floristlar yoki qo'l mehnati bilan shug'ullanuvchilar ko'proq tushunishadi. O'z brendingizni yaratganingizdan keyin o'zingiz shuni nima tushunib yetdingiz? Qanaqa afzalliklari bor ekan? Bu birinchi o'rinda menga o'zimga bo'lgan ishonchni berdi, tanilishni berdi. Va eng asosiysi moddiy erkinlikni berdi. Endi savol, moddiy erkinlikka erishgandan keyin o'zgardingizmi? Bilmadim. Uni ko'proq xo'jayinim bilsalar kerak, atrofimdagilar bilsa kerak. Yoki men o'zim har doim samimiy bo'lib qolishga harakat qilaman. Chunki bu ishni boshlashimdan oldin ham samimiy bo'lishga harakat qilardim. Hozir ham samimiy bo'lishga harakat qilaman. Lekin menimcha ko'proq bilsa kerak oila a'zolarim, atrofimdagilar. Baribir ichki hissiyotlar degan narsa bo'ladi-ku. Inson o'zini masalan puli yo'qligida boshqacha his qiladi, puli paydo bo'lganda boshqacha his qiladi, puli ko'payib ketganda boshqacha his qiladi. Shu hissiyotlaringiz bilan bo'lishing. Odamni yonida puli bo'lsa, har doim o'ziga ishonch ko'proq bo'ladi. O'zini kuchli his qiladi, to'g'rimi? Shu narsani his qilganman har doim. Pulim bor paytida, pulim yo'q paytida qanaqadir u narsani tasvirlab bera olmayman. Menimcha hamma o'zidan o'tganini o'zi bilsa kerak. Endi baribir bir mif bor aslida. Qanchalik mif, qisman balki haqiqatga ham yaqin bo'lishi mumkindir, qisman, lekin haqiqat emas. 100% ayollar puli ko'paygandan keyin ayniydi deydigan gap eshitganmiz, to'g'rimi? To'g'ri, eshitganmiz. Mana shu narsaga nisbatan sizni fikringiz qanaqa? Bu narsaga nisbatan meni fikrim hamma ham emas deb ayta olmayman. Chunki o'zini nima desam ekan, qadriyatiga ega inson o'zini har doim bir xil tuta oladi. Bir xil tutishga harakat ham qiladi-da. Birdaniga boyib ketsa, o'zini bosar tusarini bilmay qoldi deb ham aytishadi-ku. U narsa to'g'ri gap. Lekin o'sha narsa, shunaqa vaziyatlarda o'zini tuta bilish kerak. Shu joyga men o'zimning fikrimni aytgan bo'lardim. Chunki bizlarni hozir bu yo'nalishimiz iloji boricha urg'ub beradigan tomonimiz ayollarni moliyaviy erkinlikka chiqishiga yordam berish, ko'mak berish. Lekin mana shunaqa fikrlar bilan ularni ham hayotida, ayrimlarning hayotida balki to'qnashishi mumkin. Ya'ni qanaqa turmush o'rtoqlari qo'rqishi mumkin, yo ham moliyaviy agar erkin bo'ladigan bo'lsa, aynishi mumkin, o'zingdan ketib qolishi mumkin, senga nima kerak deydigan qanaqadir qo'rquvlari bo'lishi mumkin. Va men bu borada qanaqa deb tushunaman? Pul insonni o'zgartirib yubormaydi, lekin insonning o'zini asliyatini ko'rsatib beradi. Men juda ham ko'p inson bilan muloqot qilgan inson sifatida ayta olamanki, asliyatida juda to'g'ri so'z ishlatdingiz, qadriyat. Qadriyatlari to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa va ularda aynishga moyillik bo'lmasa azaldan, u inson hech qachon pul buzmaydi. Pul juda ham yaxshi narsa, uni energetikasi zo'r. Pul bizning ehtiyojlarimizni qondirishga yordam beradigan instrument hisoblanadi-da. Pulga nisbatan negativ fikr bildirish kerak emas. O'sha inson agarda pul topib aynishni boshlagan bo'lsa, demak bu inson asliyatida bor. Unda o'sha aynishga nisbatan moyilligi bo'lgan. Va unda shunchaki sharoit bo'lmagan, imkoniyat bo'lmagan. Imkoniyat bo'lsa, ayni berardim deydigan ichida bir ovozchi bo'lganda, lekin o'sha pul kirib kelgandan keyin ana endi men o'sha imkoniyatdan foydalanib ichimdagi xohishlarimni amalga oshiraman deydi. Chunki bor shunaqa insonlar bilasizmi? Shunaqangi qadriyatlari zo'r o'rnatilgan bo'ladiki, qancha pul bermasangiz qadriyatidan voz kechmaydi. Kerak emasmi menga bu pul? Qanaqadir o'zini qadriyatiga mos bo'lgan narsani taklif qilishmayaptimi? Yo'q, men bu narsa bilan shug'ullanaman deydi. Qadriyatlari mustahkam o'rnatilmagan insonlar esa ozgina summa predlogать qilsa ham, kimdir taklif qiladigan bo'lsa, farqi yo'q, menga aytaveraman deydi. Farqi yo'q, qilaveraman deydi.
gap insonni shuning uchun o'zida deyman. Har bir sohada shunaqa narsa bo'ladiki, u trendda bo'ladi o'sha narsa, lekin bizanikilar bo'lishi mumkin yoki jamiyat hali bu narsani tushunib yetmayotgan yoki rad qilayotgan. Sizni sohangizda ham shunaqa narsa bormi? Hozirgi kunda men 3 xil yo'nalishda faoliyat yuritsam, hozir ko'proq mana shu daraxtlar sohasi va dekorlar sohasi juda ham trendga aylangan. Buni o'sha o'quvchilar yoki bo'lmasam kuzatuvchilarimiz o'rganib yaxshi daromad qilishligi mumkin. Hozir ayni vaqtda boshlashsa yaxshi daromad topishligi mumkin. Endi sizni sohangizni juda yaxshi tushunaman deya olmayman, lekin hozir ayni damda biz uy quryapmiz va juda ham ko'p interyer dizaynlar bilan qiziqishni boshladim va bitta narsani tushundimki, interyer dizaynerlikda bu sohada mana bu estetik interyerlar urfdan qolyapti-da, sekin asta urfdan qolyapti-da va modaga endi kiradigan narsalardan biri bu uyda ko'proq gullarni, ko'proq o'simliklarni va daraxtlarni ko'paytirish urfga kirar ekan. Ya'ni landshaftniy dizayn va uyda jungliga o'xshab shunaqa zonalar yaratib qo'yishadi, shunaqa ko'rinishdek. Shunaqa narsalar urfga kirar ekan endi. Shuning uchun agarda qo'l mehnati, floristika yoki dizaynda bu narsani qo'llash haqida sizda qanaqadir qiziqishlar yoki shu o'ylovlar bo'ladigan bo'lsa, bilingki, endi urfda bo'ladi. O'sha bio zonalar qilish, shunga o'xshagan narsalar odamlarda ehtiyoj paydo bo'lgandan keyin ayni damda men sizga yordam bera olaman deb kela olish uchun balki siz o'sha momentda mutaxassis bo'larsiz. Ayni paytda bu narsa urfga kirishni boshladi. Yaqin orada emas, o'sha hozirgi kunda urfga kirgan. Chunki ko'pchilik interyer dizaynerlari bizga aloqaga chiqishadi-da. Bunaqa narsa qilmoqchi edik, yordam berasizlarmi deb murojaat qilishadi. Shuning uchun vaqtni qo'ldan boy bermaslik uchun hozirdan o'rganib, bugundan o'rganib faoliyatligisini boshlashligisi mumkin. Bu biznesmenga meniki emas ekan deb qo'l siltab ketadigan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Sabr qilishligisini so'ragan bo'lardim. Chunki rizq Allohdan-da. Bu sohada, umuman hamma sohada ham sabr bilan. Bitta narsani chin dilingizdan xohladingizmi, o'sha narsa sizni qalb kasbingizligini anglab yetdingizmi, o'sha gapingizda turib, o'sha ichingizdagi gapingizda, ovozingizda turib, o'sha narsani bajarishga har doim harakat qilishingiz kerak. Yarim yo'lda hamma narsani tashlab ketaverish, misol uchun bitta mana shu yo'nalishni tashlab ketdingizmi, demak ertaga boshqa hunarni o'rgansangiz, uni ham tashlab ketasiz. Bitta qiyinchilikka uchradingizmi, tashlab ketasiz. O'sha narsani qalb kasbingizligini aniqlaganingizdan keyin, o'sha narsa aniq bo'lgandan keyin tashlab ketish kerak emas. Qancha sinov bo'lsa ham, qancha minuslarga kirsa ham, baribir natijasi bo'ladi. Ayollar uchun handmade sohasini ustunlik taraflari qanaqa? Ustunlik taraflari men faqat davlat ishida ishlaydiganlarni nazarda tutmayman. Hamma ayollar uchun bu qalb xotirjamligini berishi mumkin. Keyin uyda o'tirib ishlaydiganlar uchun daromad manbai bo'lishi mumkin. Undan tashqari har xil g'iybat, ig'vo gaplarga, seriallarni ko'rib vaqtligisini bekorga ketkazgandan ko'ra shunaqa ishlar bilan shug'ullanishligisi foydaliroq deb o'ylayman. Va psixolog sifatida bu narsa psixologik ham insonda ancha psixologik sakinatga erishishga yordam berishini ham aytib o'tib ketmoqchiman. Taktilni, ya'ni motorikani rivojlantirish orqali inson qanaqadir ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana art terapiyalarni olamiz. Art terapiyada ham aynan qo'l orqali inson o'zini miyasiga halovat olib kirishga yordam beradi. Shuning uchun handmade men ham hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Men o'zim ko'p kuzatganman o'quvchilarim orasida. Yuragim siqilib, kursingizga kelgan edim deb. Bitta o'quvchimda emas, men ancha o'quvchilarimda kuzatganman-da. Mana shu ishni boshlaganimdan beri hayotga qiziqishim oshdi, kayfiyatim ko'tarilish boshladi, qanaqadir o'zimni yaxshi his qilyapman, yuragim siqilishi kamaydi degan gaplarni ko'p eshitganman, rahmatlarni ham ko'p eshitganman to'g'risi. Agarda mana shu sohangizda noldan shu sohani egallashni boshlamoqchi bo'lsangiz, nimalar qilgan bo'lardingiz birinchi? Birinchi bo'lib, o'zimga yaxshi ustoz topgan bo'lardim.
yaxshi ustozni qidirib topib, uni keyslari bilan tanishib chiqqan bo'lardim. O'zimga ma'qul bo'lgandan keyin yaxshilab hunarni o'rganardim. Siz o'zingiz shaxsan ayollar uchun qanaqa yordam berasiz? Qanaqa o'tadi dars jarayonlari? Onlaynmi bu yoki jonli o'rgatasizmi? Xo'p, hozirgi kunda menda barcha yo'nalishlarim bo'yicha onlayn kurslarim ham, jonli kurslarim ham bor. Uyda o'tirgan holatda ham bemalol onlayn tarzda o'rganishligisi mumkin. Har doim men ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Nimadir savolligisi bo'lsa, javob berib, yordam berishga harakat qilaman. Mana Business Woman loyihamizda ham sizni darslaringiz bo'ladi. Xudo xolasa o'rgatasiz. Bizani loyihamizga a'zo bo'lgan insonlarga sizdan nimani olishadi, ular nima o'rganishadi, shu to'g'risida ozgina aytib o'tsangiz. Business Woman loyihamizda dars berishni boshladik. Bu loyihamizda darslarimiz bo'ladi. Sun'iy gullar floristikasi bo'yicha darslarimiz berib boriladi. Endi hozir sizni tinglayotgan ayollar, uy bekalari uchun qanaqadir ilhomlantiruvchi yakuniy fikringizni bildirsangiz. Inson nimagadir maqsad qo'ydimi, o'sha narsaga yetib bormagunicha, natijasini ko'rmaguncha to'xtamaslikni maslahat beraman. Sizga kattakon rahmat. Bizga bergan bilimlaringiz, o'z tajribangiz bilan bo'lishganligingiz uchun shaxsan o'zim uchun ham juda ham foydali bo'ldi va o'ylaymanki, nima qilib ishimni boshlasammikin yoki qo'l mehnati bilan shug'ullansammikin deb o'ylayotgan ayollar uchun ham bugungi podkastimiz juda ham foydali bo'ldi deb. Va tomoshabinlarga aytgan bo'lardim, bizni Business Woman loyihamizda 40 dan oshiq ekspertlar har xil yo'nalishlarda juda ham foydali darslar o'tib borishyapti. Agarda siz ham bizni loyihamizga a'zo bo'lishni va o'zingizni biznesingizni yoki qaysidir sohada o'zingizni mutaxassis sifatida tanitishni istayotgan bo'lsangiz, unda quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz. Va albatta bizga obuna bo'ling va manfaatli, qiziqarli podkastlarni kuzatib borishda davom eting. Ko'rishguncha.